Men mana shu uyga sotilishi uchun nimalar qilganimni bilasizlarmi? Bu uyga egasi o'zi uchun quruvdi, g'ish holatida 130 mingga qo'ymoqchi bo'luvdilar. Aka dedim, 130 mingga bu holatida ketishi qiyin, lekin men sizga maslahat berardim, derazarom qo'yib bering, suvatib bering, mana shu uyga keyin xuddi shu narxda qo'ysangiz, xudo xolasa yaxshi narx bo'ladi, oluvchilarga ham dedim. O'zlari uchun quruvdilar, hozir endi pul zaril bo'lib sotadigan bo'lib qoluvdilar. 1,5 sotuv katta xonalar bilan 5 xona, uyga yarmi podvol, terasalari ham bor, hovlilari, mashina qo'yishga alohida kalitkalari bilan qilingan uy. 131 ming. Plani bilan qisqacha tanishtirib ketaman. Tez ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kirganinglar chap qo'lda mashina qo'yadigan joyi, bu yerda tapchan qo'yishga, oshxona, yana kalitkali joyi bor. Hop, kirdinglar chap qo'l sanuzel, o'ng qo'lda oshxonasi. To'g'risida e'tibor bergan bo'lsanglar, katta qoldirilgan xonalari ham orqasida hovlisi, bu zal. Zinadan ikkinchi qavatga chiqishinglar bilan chap qo'ldan bitta xonasi, to'sinlariga e'tibor beringlar, juda ham akkuratni qilingan ekan. Hop, panoramik derazasi bilan balkonga chiqadigan joyi, bu yoqda terasaga chiqadigan joyi bilan, bu yoqda sanuzel, bu yoqda общий sanuzel. Bu 3-xonasi bor. Terasalariga ham ega, bu yoqda balkonlari bor, katta qoldirilgan. Hop, manzili ham yaxshi joyda. Shu ko'rib turganingiz Choshtepa domlari, bu yoqdan kelsanglar, mana bu yerda metroning 2-bekati bor, Sergeli metro bekati. Bu yog'iga qarab, Minero City'ga qarab ketasizlar. Yangi hayot tumani bo'ladi. Bu yoqdan chiqsanglar, Saytot Astanovkaga, bu yoqdan Simma hotelga chiqib ketsanglar bo'ladigan joy. Narxini 131 ming deyaptilar.